Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek G'anisher. Do'stlar, bugun Qarshi Cherryga kelganmiz, Ademasterga. Do'stlar, may oyini oxirida ajoyib yangiliklar bor ekan. Shu haqida hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Video boshdan like, kommentariya, kanalga obuna bo'lmasan, tomosha qilayotgan bo'lsa, albatta obuna ham bo'lib qo'yinglar. Manzilimiz Qarshi shahar, Yerqo'rg'on bozoridan o'tganlaringizdan keyin do'stlar, pastga tushaverishda o'ng tarafda joylashgan Uzun Navoiy svetoforga yetmasa do'stlar. Bugungi video obzorimizda shu yerda ishlaydigan Asadbek bilan birgalikda boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Aka, mana may oyi ham o'zi tugay deb qoldi. 2-3 kun qoldi. Qanaqa yangilik bor? Yangiliklarni bombasi kelgan aka bo'ladi hozirgi kunda. Misol uchun siz bilan oyda boshiga reklama qilgandik. 40 millionlik chegara haqida. 40 millionlik chegara hali hamon ketyapti aka. Lekin hozirgi kunda muddatli to'lovlarni, foizlarini hammasini tushirib beradi aka. Avvalgi yangilik ham o'z kuchida turibdi. Unga yana bitta yangilik qo'shildi. Unga yana bitta yangilik qo'shildi. Birga bir aksiyasi. Gap yo'q aka. Xo'p, hozirgi kunda aka Tigo 2 Pro modellarimizdan 30% yoki 40% boshlanish to'lov qilib, 1 yildan 5 yilgacha foizsiz yo'nalishda ham xarid qilib chiqib ketishsa bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha o'zini pulini bo'lib to'lashga. Bo'lib to'lashga olib chiqib ketishsa bo'ladi. 2 Pro va 6 Pro modellariga hozirgi kunda. 6 Proga ham. 6 Proga ham. Ariza 6 Proni ham ishqibozlari aka juda ko'p. Hozirgi kunda aka eng ishqibozi ko'p bo'lgan, misol uchun avtomobil Ariza 6 Pro bor aka, 7 Prolarimiz bor, crossover variantlardan. Hamma mashina ham o'zini odami bo'ladi, deydi-ku. Ishqibozlari bor. Ishqibozlari bo'ladi. Kimdir crossover, kimdir sedan variant xohlaydigan bo'lsa, bemalol sedan variantlardan Ariza 6 bor aka, Ariza 8 bor, sportivni xohlashadigan bo'lsa. Crossoverlardan aka 7, 8, 9 avtomobillarimiz bor. 2 Pro modellarimiz bor aka. Ommoz kelishsa olib chiqib ketaverishadi aka. Kimni dedi qanaqa bo'lsa, o'sha dediga moslardan bor. Hammaga mos bor. Shunaqa aka. Aka, buni vaqti qanaqa endi? Chegaralanganmi yoki vaqti chegaralangan aka, soni ham chegaralangan. Qachongacha aka? Endi aka unisi hali noma'lum. Balkim 5 kun, balkim 4 kun, balkim 3 kun. Shu videoyimizda bugun o'zida joylashtiramiz aka. Ulgurib qolishlari uchun. Ulgurib qolishsan aka, bunday Legota uncha-munchaga hali O'zbekiston sharoitida yangilikni zo'ri ana shunga bunga qolgan modellarga bo'ldi. Aka, hozirgi vaqtda tan narxi qanchadi? Bilmayman. Hozirgi kunda 214,900 sotilayotgan avtomobil rassrochkada chiqadi. Agar buni naqd to'lovda yoki bo'lmasa foizli yo'nalishda xarid qiladigan bo'lsa, 174,900 ga bemalol bir kunda olib chiqib ketishadi. 174,900. Qancha chegirma bo'lyapti aka? 40 million. 40 million so'm foydada xarid qilib olib chiqib ketishadi. 40 million foyda bilan agar naqdiga oladigan bo'lsanglar do'stlar, menimcha 40 millionga ham hozir bitta Spark beradi. 40 millionga ham aka Spark bo'lmasa ham Nexus 3 beradi. Shunaqa aka. Do'stlar, mana puli o'zi bilan ketadigan joyidan. Pul o'zi bilan ketadi. Bonusga beraveramiz. Bonusiga. Endi aka ko'rib turgan modeli sedan variant Ariza 6 Pro, intelligent eng oxirgi full pozitsiya hisoblanadi. Eng fulli. Eng fulli. 279,900 chiqayotgan avtomobilda hozirgi kunda avtokredit, rassrochka, leasing va naqd yo'nalishda xarid qilishadi. Naqd foizli yo'nalishda xarid qilgan mijozlar bo'lsa 25 million so'm foydada shunday xarid qilib olib ketishadi aka. 250 million. 254,900 ga bemalol bir kunda o'zida xarid qilib olib ketishadi. 900. Naqd. Hozirgi kunda aka bo'ladi 30% dan 40% dan boshlanish to'lov asosida 1 yildan 5 yilgacha foizsiz bo'lib to'lashgan bemalol bir kunda o'zida olib chiqib ketishadi aka. Mijozlardan talab qilinadigan narsa pasport, boshlanish to'lov bo'ldi. Pasportni o'zi bo'lsa bo'ldi. Aka, keyin chornida ham bo'lmaslik kerakmi shu narsa? Endi aka qarang, chornida bo'ladigan mijoz bo'ladimi aka? U chornida bo'lmaydigan farqi yo'q aka, hammasiga chiqaraveramiz. Chorni belli farqi yo'q. Yo'q, Ketaveradi. ketaveradi aka. Boshlanish to'lovga mablag' bo'lmaydigan mijozlar uchun, misol uchun haydab yurgan mashinalarni olib kelib topshiraman, boshqa mashinaga almashtirib olib ketsa bo'ladi. Trading xizmati bor. Trading xizmati ham bor aka. To'lov usullaridan muammosiz. Tushunarli aka. Menimcha variantda har xilidan qulay tushadiganlardan bor. Hamma varianti bor aka. Yo'q varianti o'zi yo'q. Tushunarli aka. Ariza 6 Pro, Tigo 2 Pro. Yana qanaqa avtomobilga? Tigo 2 Pro, 7 Prolarimiz bor aka, ko'ruvchingiz mumkin bemalol. Misol uchun 7 Prolarimizda 3 xil komplektatsiyada bo'ladi. Yangilangan 2026 versiyalar aka. Hammasi 26 kuzov. Hammasi 26 kuzov. Misol uchun hozirgi kundagi 7 Pro mana bu birinchi pozitsiya hisoblanadi, 299,900 tan narxida. Buni ham foizsiz yo'nalishda, avtokreditda, naqdda, leasingda ham xarid qilib olishsa bo'ladi aka. Bularda ham hozirgi kunda naqd yokida foizli yo'nalishda 25 million so'm foydada ham olib chiqib ketaversin. Bunda ham 25 million foyda. 25 million so'm bundan foyda bor aka.
Endi do'stlar, salon ichlarini oldingi videolarda ko'rsatib o'tganmiz, shunday bo'lsa ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Hamma tomonlama nima deydi, komfort bor, hamma zamonaviy narsalari bor. Shunaqa aka. Misol uchun aka kulch emas, start stop deysizmi? Panorama tom deysizmi aka? Multimedia sxema deysizmi? Cruise control sxema deysizmi aka? Hammasi bor. Shunaqa. Xo'p, rangini ham farqi yo'q mashina. Ranglarda ham umuman bo'lmas aka. Xohlagan ranglardan bor. Tushunarli aka. Ranglardan ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu variantimizga keladigan bo'lsak, bu variantimiz 7 Pro 2 pozitsiyasi 344 million 900 standartda chiqadi aka. Ko'rishingiz mumkin. Oldi mordalari ham neobычный formatda ishlangan. Misol uchun abulsovkalari, faralar. Buni aka faralari qanday aytsam, misol uchun pоворot o'ngga yoki chapga yoqadigansiz, o'ziga qulayroq tarzda ishlaydi. Chapga yoqadigansiz, chap tomon farangiz xiralashadi, o'ngga yoqadigansiz, o'ng tomon farangiz. Sizga qulayroq bo'ladi burilishingizga yoningizda nima bor, nima yo'qligini ko'rishga. Bunday olib qaraganda aka, Bilsangiz agar Audi i8 dan farasi bo'ladi-yu, bilasizmi? Ana shunaqa fara aka bularniki. Tushunarli. O'zi mashinani olgandan keyin nimadarini o'zgartirish shart emas. Yo'q, hech narsa o'zgartirishmaydi. Shunday olishadi, haydab bemalol yuraverishadi. Tushunarli. U hech qanaqa aka chexol qilishim kerak, monitor qilishim kerak, lyuk qilishim kerak, balon qilishim kerak, navorot, pavorotlar hammasi aka tayyor o'zida turibdi. Hozirgi kunda buni ham bemalol 25 million so'm foydada avtokredit naqdga xarid qilib olib chiqib ketaverasiz. Ichlarini bemalol ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi aka. Ichlari ham polni ko'rjadan ishlangan. Misol uchun splashli monitor deysizmi aka, salon podsvetka deysizmi, karbonlarigacha borib, misol uchun eshik apshipkalarida, barlarida bor aka, tarpetkalarida Xullas hamma qulaylik. hamma qulaylik jihatlari bor aka. Tushunarli. Bu ham neobычный rangda. Bu ham aka kamyon bo'lib topiladigan nardagiri rangi hozirgi kunda 89% bozorda egallaydigan rangchadan. Nardagiri. Endi kamdan kam topiladi, lekin aka nardagiri rangi. Bundan ham ranglardan bo'lmas. Oq, qora deysizmi, mokre deysizmi, nardagiri deysizmi, hamma rangi bor aka. Tushunarli aka. Bu ko'rib turgan modelingiz bu surprizli model aka. Buni endi xudo xolisa yaqin kunlarda ochamiz. Yangi modelmi aka? Yangi modelimiz emas. Bu modelni hamma biladi. Hozir aytib o'tishim mumkin. Bu 7 mestali modelimiz hisoblanadi. Polni привод topadi. Polni privodda yuradi. Agar topgan mijozlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni Yangilik bo'lmasa shu modelga taalluqli? Yangiligimiz mana bu modelga taalluqli. Tiggo 9 modelimiz polni привод tortadi. 2 li turbina motor 437 ot kuchiga ega. Ko'rishingiz mumkin. Bularni ham hozirgi kunda naqd yo'nalishda, avtokredit, foizli yo'nalishda ham bemalol xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi aka. Tushunarli. Buni narxlariga keladigan bo'lsa 539 million 900 tan narxida bemalol foizli, foizsiz yo'nalishda ham xarid qilsangiz bo'ladi aka. To'lov usuli, to'lov usullaridan hammasida bor aka. To'lov usullaridan umuman salon ishlarini ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Misol uchun massajlarigacha bor aka, abduf, abogriflarigacha bor, oldi orqada. Hammasi xullas hamma model nalichida tayyor turibdi. Hamma model nalichida tayyor turibdi aka. Tushunarli. Ish vaqti qanaqa bo'ladi aka? Ish vaqtimiz har kuni bo'ladi aka. Ertalab soat 8 dan kechki 8 gacha. Manzilimiz shu aytib o'tganingizdek Qarshi Yerqo'rg'on bozor Sofka zapravkadan o'tgandan keyin o'ng qo'lda chuqur metalni oldida joylashgan aka. Ichkariga pastga tushadigan metal mobilsalar shuni oldida joylashgan do'stlar. Xo'p, ish kuni har kuni, bugun ham o'zi bayram kuniga kiradi, lekin mana ishlashyapti do'stlar. Shunaqa aka, bayram kuni unaqa narsalar bo'lmaydi. Mijozlar maza qilib, mashina xarid qiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa maza qilsa, biz ham maza qilamiz aka. Biz dam olgandek bo'lamiz. Shuni hozir hamma o'yda bemalol mashina ko'rishga vaqti bor ko'pchilik. Shunaqa aka. Xo'p do'stlar, yana ham qanaqadir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, har doimgidek video pastda men nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Har doim ishlashadi. Haftaning 7 kunida ham do'stlar manzillar aytildi. Ekranda nomerlar bor. Bemalol kelaverasizlar do'stlar. Asadbek aka, sizga rahmat. Bergan ma'lumotlar. Bemalol aka kelaversin. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ranglardan, to'lov usullaridan umuman xavotirlanishmasa ham bo'ladi. Shunaqa. Hammani kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.